Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga lokatsiya super joydan super xonadonimiz sotuvga chiqdi. Sizlarga birma-bir tanishtirib o'taman. Qaranglar, Milliy bog' metroga 2 minutda shuni domdan tushasiz, Milliy bog' metro bo'ladi. Demay bildilaring, lokatsiya super joyda Adiblar xiyobonini ro'parasidagi novostroykamiz bo'ladi. Do'stlar, bu biz zal qismimizda turibmiz. Zal qismimizga ham mana shu yerda bitta baho bering. 1 dan 10 gacha kommentariyada yozib keting. Qaranglar, 8 talik stol stullari, o'zining posudalari va bu yoqda mягкий zonalarimiz va bu yoqda esa jurnalniy stullarimiz bor. 105 kvadrat 3 xonadan iborat hurmatli obunachilar. Bu yoq bizning kirovchi qismimiz bo'ladi. Kirganimizda kattagina bizning hol qismimiz keladi hurmatli obunachilar. Kartinkamizga ham bitta baho berib qo'yasiz, qo'l mehnati. Xo'p, kelinglar. Endi ayollarimiz yaxshi ko'rgan oshxona qismimizga bitta kiramiz. Oshxonada yayrab bemalol ovqatlaringizni pishiraverasiz. Mana xolodilniklarimiz bor. Va bu yoqda mana hamma narsamiz yep-yangi remontdan chiqqan hali hurmatli obunachilar va bu yoqda mana 6 talik stol stul, kartinkalarimizga ham bitta qarab bitta baho berib qo'ying. Juda ham sifatli, zo'r narsalar va bu yoqda dekorni o'zimizning juda ham sifatli dekorni mahsulotlarimiz qo'yilgan. Bu uyimizda sanuzelimiz 2 ta. Mana dushimiz hamda hojatxonamiz va bu yoqda esa hammom qismimiz joylashgan. Endi esa eng zo'r joyi kattalar spalnisiga marhamat. Hurmatli obunachilar, spalnimiz podsvetkalari bor. Mana bu yoqda ham bor hurmatli obunachilar. Kartinkalarimiz ham kreativ kartinkalar ilingan, shkoflari, komodlari, xullas hamma narsasi bor. Uyimiz 75% joyi to'pli-pol qilingan hurmatli obunachilar. Xo'p, bu yoqda bizning detskiy xonamiz, ya'ni bolalar yotoqxonasi bo'ladi. 2 ta divanimiz, juda ham chiroyli kartinkalarimiz, lustralarimiz va bu yoqda dars qilib o'tiradigan joyi. Bu yoqqa esa kitoblari yoki dekorli narsalarini qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Devorlarimiz attachento qilingan eng sifatli kraskalardan biri. Hurmatli obunachilar, bu uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, sizlar uchun bu o'zimizning uyligi uchun kelib shu yerda ko'rib, albatta kelganingizda 100% sizga yoqadi. 176 ming narx aytamiz. Kesalaring chiroyli narxga beramiz. Hurmatli obunachilar, sizlar bilan Muhibulom Abdurahim bo'ldi. Yana ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar.